O'qish kunini tezlashtirib, shu bolalar yosh ko'chada qolib, sovuq kunida nima bo'lmasin, qancha yaxshi tezroq bo'lsa, shuncha yaxshi savob. Bizlarni sinash uchun o'lim va hayotni yaratgan Robbimizga hamd va sanolar bo'lsin. Bu dunyo deb nomlangan sinov maydonida yashar ekanmiz, kimnidir moliga va yana kimnidir joniga sinov kelishi muqarrardir. Assalomu alaykum. Bizlarni vatanda safarda ko'rib turgan saxovatli aka-ukalar hamda opa-singillar. Azizlar, bugun biz Paxtabatskiy ko'chasi 134-uyga Habibulloh akani ziyoratiga kelganmiz. Bu yerga kelishimizdan maqsad bu akamizni boshiga og'ir sinovli kunlar keldi. Azizlar, bu uyga kelgan sinov 14 kishini ko'chada qolishligiga sabab bo'ldi. Biz Allohning rahmatini istagan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga shu xonadonga kelib, ziyorat qilib, ko'nglini ko'tarib, qo'ldan kelgancha moddiy va ma'naviy yordam berishingizni so'rab qolamiz. Alloh taolo qilgan ehsonlarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Dunyo va oxiratda boshimizga soyabon qilsin. Shu uylarni ham tez kunlarda bitib, shu xonadonni yana qaytib o'z uylariga kirib yashashligini Alloh taolo siz bilan bizga nasib ro'zi aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.